isitmadagi sudragida oyisi konvuleks yoki shunga o'xshagan epilepsiyaga qarshi dorilar berilmaydi. Bu mumkin emas. Tushunyapsizmi? Bu xato narsa. Bu isitmadagi sudraga epilepsiya emas. Patologga borgan edik. Bizga konvuleks, Pantacam, Diacarb, Aspartam yozib beruvdilar. Konvuleks 3 yilga yozib berdilar, fibrilli sudragaga. Hozir kechadan beri issig'i chiqayotganiga xavotir olib keluvdik Kevamet klinikasiga. Yana qaytadan sudraga bermasin deb sizni tavsiya qilishdi. Shunga olib bordik. Hop, oyisi bolangiz fibrilli sudraga, ya'ni isitmada pristup bo'lgan. Siz konvuleks ham uchasiz. Konvuleks yozib berishgan. Da, o'sha payt yozib berishgan 3 yilga. Biz 3 oy ichdik, keyin dog'at qo'ydik. Da, Ega qilgansiz. Yaxshi chiqdi. Endi biz yaxshi chiqdi. Agarda bolada isitma payti pristup bo'lsa, unga konvuleks yoki shunga o'xshagan epilepsiyaga qarshi dorilarni ichish kerak emas. Bu mumkin emas. Xo'p. Biz atmay qilamiz. Hozir bolada affektiv respirator paroksizm bor, ya'ni yig'laganda qotib qolib, jim bo'lib o'chib qolyapti. O'shani to'g'rilash kerak. Agar o'sha jarayon to'g'rilab olsak, sama-sabo yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p.